Beruniy tumanidagi Usta Ibragim fermer xo'jaligida shudgorlash ishlariga bag'ishlangan dala seminari bo'lib o'tdi. Seminar tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Beruniy tumani Shimom ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan Usta Ibragim fermer xo'jaligi dalalarida kuzgi agrotexnik tadbirlardan biri shudgorlash ishlariga bag'ishlangan dala seminari bo'lib o'tdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari, qishloq xo'jaligi vaziri, soha mutasaddilari, qishloq xo'jaligi bo'limi mutaxassislari, agronomlar va fermerlar ishtirok etdilar. Mana bu yil tumanimizda kuzgi shudgorlash ishlari 26-yil hosil uchun kuzgi shudgorlash ishlari davom etmoqda. Shularga qaraganda masalan bugun 13 bizlarda jami 58 ta yuqori unumli texnikalarimiz mavjud bo'lib, 13 otryadga bo'linib, har birine mineral to'p ismichiklari bilan birgalikda kecha kunduz ishlar tashkil etamiz. Bular har kuni kechda 8 dan soat 7 gacha tungi surum nazorat qilinadi agroinspeksiya tomonidan. Hammamiz hududlarga bo'linib, 4 sektorga bo'linib kelishib olganmiz. Shuning uchun soat 7 dan kechki 7 gacha отдельный shu surilgan surumlarni svotkasini berib boryapmiz. Hozirgi kunda menaki bugun shu fermer xo'jaliklarimizga tushuntirish ishlari hamda kamida 40 santa chuqurlikda surishi belgilab olingan. Agar bu sifatsiz suriladigan bo'lsa, o'z ko'rsatmalarini berib sifatli surilishga erishib kelmoqda. Seminar davomida yer strukturasini yaxshilash, kelgusi ekish mavsumida yuqori hosilga erishish bo'yicha kuzgi shudgorning ahamiyati va afzalliklari yuzasidan batafsil tavsiyalar berildi. Amudaryo tumanida yerga yer qo'shish, yerni tegislash ishlarini o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. Shuni ko'rgandan keyin hozir o'zimning fermer xo'jaligimga qarashli yerlarda, chellarda, karagamas yerlarda olib yerga yer qo'shib o'tirman. Hozir oddiygina shu yerda oldin 7 gektar yer bo'lsa, salkam 2 gektarga yaqin, birda 7 gektar yer qo'shilyapti. Bu ertang Xudo xolasa daromadimiz uchun boshqa dehqonchilik mayda eksak ham qancha fermer uchun daromad bo'ladi. Shuning uchun yerlarni yana bir marta lazer qilib, tegislab kelasi yilning hosili uchun yerlarni shunday qilib tayyorlayapmiz. Shuningdek, hududda tuproq unumdorligini oshirish, sho'rlanish darajasini kamaytirish hamda bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan amaliy rejalar belgilab olindi. Mazkur seminar fermerlar uchun o'zaro tajriba almashish, yangi agrotexnik uslublarni o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish yo'lida muhim ahamiyat kasb etdi.